Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatadiganlar. Mana bir mijozimizga mana bunday stilajlarni qilib berdik. Xudo xolasa endi kraskaga tashiymiz bularni. Mana bunday vishilkalar. Vishilkalarimiz ham qaranglar. Bunisi turba. Biz bu yerda tishib, turba kirgizilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Sorga qilinmagan, chotki. Profillar mana shunday top-toza qilib tozalanadi. Polkamiz 2 profildan chaqlanishlarni ham ko'rishlaring mumkin. Silliq qilib chaqlab, mana bu stilajimiz 220 ga 2 metr bo'ldi. Bu stilajimiz esa 1.5 ga 240 santimetr bo'ldi. Bu veshilkamiz 1.5 ga 1.60 santimetr. Eniga 40 santimetr bo'ldi. Xudo xolasa podkraskadan keyin ham qo'yamiz. Joyiga joylashtirganimizni ham ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar.